2025-yil 1-noyabrdan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublikaning hudud, soha va tarmoqlarida raqamli texnologiyalar joriy etilishini yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq davlat xizmatlari ko'rsatish tizimida bir qator muhim o'zgarishlar kuchga kiradi. Jumladan, avtomobilga gaz balloni o'rnatilgandan so'ng transport vositasini qayta ro'yxatdan o'tkazish talabi bekor qilinadi. Endilikda barcha tegishli ma'lumotlar elektron shaklda yuritiladi. Bu esa haydovchilar vaqtini tejashga va byurokratik jarayonlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Davlat oliy ta'lim muassasalari talabalari oylik ijara to'lovining bir qismini qaytarish uchun arizalarni my.gov.uz yagona portali orqali topshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu yangilik talabalarning qulayligini oshirish va davlat organlari bilan o'zaro aloqani soddalashtirishga qaratilgan. Mobil aloqa operatorlari, tijorat banklari va to'lov tashkilotlariga mobil ilovalar orqali yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida pulli elektron davlat xizmatlarini taqdim etish imkoniyati yaratiladi. Raqamli platformalar orqali quyidagi imkoniyatlar taqdim etiladi. Masofaviy biometrik tasdiqlash orqali yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish, elektron raqamli imzo ishlatmasdan hujjatlarni imzolash, to'liq elektron hujjat aylanishi va moliyaviy jarayonlar siklini yo'lga qo'yish. Shuningdek, xodimlarga ish haqlarini har kuni to'lash mexanizmi pilot tarzda joriy etilmoqda. Ushbu yangilik quyidagilarni o'z ichiga oladi: elektron mehnat shartnomalari, soliq organlari bilan bevosita integratsiya, hisob-kitoblarda elektron hamyonlardan foydalanish, yo'lovchilarga chegara nazorat punktlaridan o'tishda qulaylik yaratish maqsadida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasining mobil ilovasi ishga tushiriladi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Prezident huzuridagi jamoatchilik kengashi tarkibida korporativ etika komissiyasi tashkil etiladi. Ushbu tashabbus korporativ nizolarni sudgacha hal etish mexanizmlarini takomillashtirish hamda sudlarga tushadigan yuklamani kamaytirishga xizmat qiladi.